ko'p xat bir nechta bir xatlarning yig'indisi. Nima ekan? Yig'indisi. Ha, mana misol uchun 2a plus b bu ko'p xat. Tushuntira oldimmi? Yokida 5a kvadrat b plus s kvadrat d ham bu ko'p xat hisoblanadi. Ha, agar mana bunday kelib qolsa, 8 a ning minus ikkinchisi b plus 7 ko'rinishda kelsa, mana bu minus borligi uchun bu ko'p xat bo'lmaydi. Ko'p xatni tashkil etuvchi bir xatlar bir xat bo'lmasa, bu ko'p xat bo'lmay qoladi. Tushundik-a? Ha, ko'p xat yig'indisi bo'lsa ko'p xatda bu bir xat emas, farqlang. Mana bu bir xat, bu ham bir xat qo'shilib qolganligi uchun ko'p xat. 2 xat bo'lganligi uchun. 3 ta bo'lishi ham mumkin. Plus, misol uchun 8. Tushunyapsizlarmi? 3 ta xati bor. Bir xatda o'tdik. Bu ko'p xat. Tushunarli bo'lyaptimi hammaga? O'xshash xatlar degan narsa bor. Misol uchun oddiy narsa 5a plus 7a kvadrat plus 3a minus 2a kvadrat plus b. Soddalashtirish kerak. Xo'p, 7a bilan a kvadrat bilan 2a kvadrat nima bo'ladi? Bir xil. Bular ayrilib ketadi. Ayirsak 5a kvadrat. Mana bu ikkalasi bir xil bo'lgani uchun qo'shilib 8ta a i plus b. Bu bilan bu o'xshashmi? Yo'q, buni darajasi bor. Bular o'xshash bo'la olmaydi. Sababi darajasi bor 2, buniki esa 1. Bular ikki xil xat hisoblanadi. A bo'lgani bilan. Tushunarlimi? Misol shunday qoladi. Soddalashtiring deganda. Ya'ni siz o'xshashlarini soddalashtirasiz. Tushuntira oldimmi? Hamma tushundimi buni? Misol uchun qaranglar. 3a ga o'xshash xatni top. 35a kvadrat 26a ning 4-chisi o'sh 28a i mayda misol uchun 8. Qaysi bir xat bunga o'xshash? 28a degan javob tanlaysizlar. Tushundinglarmi? Darajasi qarang. Son ahamiyatsiz, faqat mana bu ifodaga qaraladi. O'xshash. Tushuntira oldimmi? B bo'lsa shu. Endi misol uchun qarab turinglar. 3a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat minus 2ab soddalashtir dedi. Ha, mana bu 3a kvadrat o'zi turadi. Bu yerda o'xshashi faqat bu ikkalasi. Minusdan nechta bo'lib qoladi? 4ta ab bo'lib qoladi plus b kvadrat ham turadi. Mana soddalashdi. 4 xatimiz 3 xatga o'tdi. Ha, shunaqa o'ylamaysiz. A ko'paytirilgan b dan 2 ta bor, a ko'paytirilgan b dan 2 ta bor. Jamisi 4 ta bo'lib qolyapti. Shunday o'ylaysiz. Tushunarli bo'ldimi? Qo'shayotganda bu narsa bo'lmaydi. No, lekin mana bu holatda qarab turinglar. Ko'paytirganda-chi, deylik bir xatni bir xatga ko'paytirsak. 2a kvadrat b ni ko'paytiryapmiz 5a kvadratga. Natijamiz 5 kara 2 10 bo'ladi. A kvadratga a kvadrat ko'paysa a ning 4-chisi bo'ladi. B ni sherigi yo'q, o'zi turaveradi. Darajalar hisoblanadi. Ya'ni darajalar nima qilyapmiz? Qo'shyapmiz. To'g'rimi? Shunda hamma yozib oling. Bular bir ko'p xatligini bilyapmiz biz. Mana uni? Bu. Ha, qarang mana. A'lik ifoda bo'lganligi uchun 3 ga qo'shilyapti xolos mana. A'lik ifodalar birga qo'shilib 8 ta bo'ldi. Kvadratligi ayrilib 5 ta bo'ldi. B ni o'zi tushdi. Yozib oling. Hammasini. Deylik, hozir mana o'xshashlarini ixchamlashib tushunib oldik hamma, to'g'rimi? U muammo emas. Ko'p xatning darajasi degan narsa bor. Ko'p xatning darajasi qarab turinglar. Xo'p. Misol uchun 3a kvadrat b plus 2a 4-chisi b ni 3-chisi plus yokida farq yo'q minus a 3-chisi b turibdi. Shu ko'p xatning darajasini top desa, siz har bir xatning darajasini alohida hisoblab chiqasiz. Mana bu darajasi nechaga teng? 2 gamidi? 3 ga teng. Qayerdan bilamiz? Buni ham darajasi 1 bor.
buni darajasi 7 ga, buni darajasi 4 ga. Shularning ichidan eng kattasi mana bu ko'p xatning darajasi bo'ladi. 7-darajali ko'p xat hisoblanadi. Shu xolos daraja. Tushundinglarmi? Sizga beradi nechinchi darajali ko'p xat desa, shu bir xatlarning har bir darajasini topib olasiz avval, keyin o'shalar ichidan eng kattasini tanlab qo'yamiz. Yo'q, bular shunchaki yonidagi o'sha ifodalarda eng kattasi bilan ismlanadi. Misol uchun biz quyidagicha, misol uchun ax plus b ni chiziqli funksiya, birinchi darajali tenglama deymiz. Eslanglarmi? Ifoda. Yoki da ax kvadrat plus bx plus c, ya'ni kvadrat 3 xat. Kvadrat 3 xat deb nomlanyapti. E'tibor bering, daraja eng kattasi kvadrat bo'lganligi uchun va 3 ta bo'lganligi uchun kvadrat 3 xat deyapmiz buni. Tushuntirib olyapmanmi? Agar mana bunday kubi plus bx kvadrat plus x plus d teng 0 tenglamani biz 3-darajali tenglama deymiz. Darajasi 3 bo'lgani uchun shu bilan ismlanadi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Bu ham 7-darajali ko'p xat. Tushuntira oldimmi? Darajasini topishni tushunib oling, mubina. Tamom. Darajasi bir xatlarning ichidagi eng katta darajalisi butun ko'p xatning darajasi hisoblanar ekan. Tushundingizmi? Sinfdagi sinf sardori orqali murojaat qilasiz. Sinf sardori darajasi eng kattasi. Tushundingizmi endi? Ya'ni o'sha bu 3-darajali, bu 4-darajali, 7-darajali bularni yengib ketib bu chiqyapti daraja sifatida. Kelishdikmi endi? Qo'shamiz, ayramiz degan narsalari yo'q. Hamma tushundimi buni? Xo'p, ketdi, davom etamiz. Qaranglar. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish bu juda ham oddiy. Kichigini kattasiga ko'paytirsangiz qulay bo'ladi. Kichigi degani bu 2 xat, bu 3 xat. To'g'rimi? Xohlang buni ko'paytirsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Faqat buni bunga ko'paytirasiz, buni bunga ham ko'paytirasiz. Tushuntira oldimmi? Buni bunga ko'paytirasiz, natijada yana buni ham ko'paytirasiz. 3 ni ham xuddi shunday, bunga ham ko'paytirasiz, bunga ham ko'paytirasiz. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'rgamchakda oyog'iga o'xshaydi-da. Ketdi mana. A kvadrat b ni 2a ga ko'paytiraman. A kvadrat b. Bir yo'l yozaveraymi? Mana 2 ta a ning 3-chisi b bo'lib qoladimi? Plus bo'lsa mana pluslikni yozdim. 3 ta o'zi a kvadrat o'zi b ni nechinchisi bo'ladi? B ni 3-chisi. Endi s ga o'tasiz. S ni bunga ko'paytirsangiz 2 ta a, s ni o'zi. S ni bunga ko'paytirsak 3 ta b kvadrat s. 3 ga o'tamiz endi. 3 kara 2 6 plus 3 kara 3 9b kvadrat. Bo'ldi mana. Boshqa o'xshashi yo'q, shunaqa 6 ta bo'lib qoladi. Yo'q, endi u mana bu joydagi ishoraga bog'liq. Misol uchun mana shu minus bo'lganda edi, bu ikkalasi ham minusdan chiqardi. Tushundingizmi endi? Minus 3 ta minus 2 ga bunga ko'paytirganda ishorani nima qilyapti mana? Minusga o'zgartiryapti. Bu misolingizga qarang. Minusga minus nima bo'ladi, Rayhona? Plus bo'lib ketadi. Bo'ldi, shunday o'ylaymiz. Tushunarli bo'ldimi bu? Xatma-xat ochib chiqasiz. Mabodo ichida o'xshashlar paydo bo'lsa soddalashtirasiz. Kelar qanday misollar keladi? A minus b ni ko'paytir a plus b ga deydi. Ha? A ni a ga ko'paytirsak a kvadrat, a ni b ga ko'paytirsak a b. Plusdan. A ham b ham plusdan. Minus b ni a ga ko'paytirganda minus a b paydo bo'ladi. Minus b ni b ga ko'paytirganda minus b kvadrat. Endi e'tibor beringlar, a blar bir xilmi? Ishorasi farq qilyaptimi? Ayrilib ketadi ikkalasi. Natijada a kvadrat minus b kvadrat ifoda qoladi. Tushundikmi endi soddalashtirish qayda paydo bo'lishini? Hamma tushunyaptimi?